Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 4-oktyabrdan 7-oktyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib turadi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. 5-6 oktyabr kunlari ayrim joylarda shamolning tezligi 13-18 metr sekundgacha ham kuchayishi mumkin. Haroratlar kechalari 8-13 daraja iliq, kunduz kunlari 20-25 daraja atrofida bo'ladi. Respublikamizning janubiy hududlarida esa bu holat 24-29 darajagacha ko'tariladi. Ushbu kunlari respublikamizning tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 4-oktyabr kuni 10-15 daraja iliq, 5-7 oktyabr kunlari esa 12-17 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.